Nexia uchimiz narxi $4000. $4000 shunday berasiz, nomingizga faqat o'tkazib ketish majburiy. Оформитga daveriniz, general daveriniz bo'lmaydi. Faqat оформитga ketasiz. Vikipdan qaytgan mashinamiz boshlang'ich to'lovsiz olib ketishganda rasvosini chiqarib olib kelib berishgan, lekin hozir motordagi kamchiliklarni, hadavelardagi kamchiliklarni qilib qo'ydik. Qolgan qismi mana shu turishda turibdi. Narxi $4000. Nexia 1imiz, bu ham Vikipdan qaytgan mashinamiz, bor yo'g'i 28 tagina jarimaga tushib, mashinani tashib ketishgan, o'zlari Rossiyaga qochib ketishgan desa ham bo'laveradi. Narxi $1000. $1000 berasizda nomingizga оформит qilib ketaverasiz. Bu mashinamizda ham narxi $1000. Nexia 1imiz 2002-yil edi. Faqat оформитga, bu qo'yilayotgan mashinalarimiz faqat оформит qilib ketasizlar. Davernisga yoki nasiyaga berilmaydi, faqat naqd pulga beriladi. Bunaqa shanslarni o'tkazib yormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bunaqa variantlar oyiga, har oyda boshida mana shunaqa Vikipdan qaytgan mashinalarimizni juda ham arzon narxga berib yoramiz.